Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli qarindoshlar, yeni bayatim biz Sure Abasaninki kimligini, qisqacha mazmunini bilan tanishib o'tdik. Hamda hozir bayatim va'da qilgandek shu Sure Fatihaninki 3-qismi, ya'ni yani cennetke ve cehenneme ketken iki yol degan. Birisi cennetke, yeni birisi cehenneme tutuşkan iki yol degan. Bölümni öğünüp bilen kessek qarindoshlar. Bu kitap Kur'an surelerining kimligi degan kitap. Yani Kur'andaki surelerinki her biri zaten nima demekçi? Bunun ismi qanday qo'yilgan, qachon nozil bo'lgan, yani qachon tug'ilgan desak bo'ladi. Qachon nozil bo'lgan, qanday sharoitda, neda, qancha oyat, bunun mazmuni nima, o'z vaqtida nima degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, sahobalarga, bizga nima demoqchi, insonlikqa keyin yana nima demoqchi qiyomatga shu oraliqda. Bu bizim hayatımızga qanday ta'sir ko'rsatishi lazım. Şu to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tgan bir kitap. Şu qisqacha to'xtalgan taqdirdimi 114 sure qarab baksanglar 725 bir kitap bulaqlı bucu. Yani bu kitapni resmi nashr qilib o'qiydi deb qolsak, biraz bunu xatlarni biraz kichikroq qayta bunu qisaqim bo'ladi yoki bo'lmasa mushu o'yincha nashr qilib o'qisaqim bo'ladi hamda inshaalloh shu kunlarni nisb qilar Xudoyim. Aldidan bu o kunlar kelib bo'luvchilar oraliqda bu kunlar ya'ni menki ahamiyati bek muhim. Biz bundan foydalanib, mushu tiniqimizdan, mushu nafsimizdan foydalanib, bunu birlikte o'rganib o'taylik qarindoshlarim. Ondan olsa Sure Fatiha'nınki Sure Fatiha 3. ders. Şundan tugaydı bu ders. Birisi cennetke, yeni birisi cehennemge tutuşkan iki yol. Fatiha'nın ahirki ayetleri bizge iki nersinin cevabını berdi. Birincisi hidayetke erişkenlerinin yolu qaysı. El cevap nimet berilgenlerinin yolu. Demek ki hidayetke erişkenler nimet berilgenlerken bu bizden burun hidayetke erişken bir karvanın barlığını gösterdi. Bu noktada ondaqda nimet verilgenler kimler degan sual tug'ildi. Bu sualga Kur'an mundaq cevap berdi. Allah'a ve Resulü'ne itaat kılgıcılar, Allah nimet bergen peygamberler, haqiqatga sodiq bo'lganlar, hayotini iymonga shohid qilganlar va yaxshilikni yo'yg'uvchilar bilan bir sapda bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Sura Nisa 69-oyat. Ya'ni hidoyatga erishganlar meni mushular deb o'tadi. Ikkinchisi, hidoyatga erishmaganlarning yo'li qaysi? Bu savolga ikki ozg'un yo'lni ko'rsatish bilan javob berilmoqda. Birinci, g'azab uçurganlarning yo'li. İkinci, zalaletga duchor bo'lganlarning yo'li. Qur'onning tunji mufassiri bo'lgan Rasululloh Fatihaning oxirgi ikki oyatini tafsir qilib, mundaq degan: G'azabga uchirg'uvchilar yahudilar, zalaletga duchor bo'lganlar xristianlardir. Tirmizi tafsiri 2 İbn Hanbal. Aslida Resulullah iki xil ezishqa tarixdan iki örnek bergan. Her mümin her qitim Fatihani o'qiganda bu iki azg'un yo'lga kirib qolishdan panoh tilab Allohga sig'inmoqda. Demek ki Fatiha o'qib namoz o'tigan musulmonlarning bu iki azg'unlikqa tushib qolish ehtimoli bor. Buni musulmonlarning yahudilashishi ve musulmonlarning xristiyanlashishi deb atsak xatolashmaymiz. Mana ikki gap bek muhim bolalar.
Müslümanların Yahudileşişi ve Müslümanların Hristiyanlaşışı. Bu nimege desem, öz vaqtida Yahuda, Beni İsrail'in oğullarım Yahudileşip ketken oşular üçün. Asli Allah ulağıma peygamber evetken, kitap evetken. Ama Yahudileşip ketken. Qandaq Yahudileşti degen çağda, yani düşündürdüm. Hristiyanleşip ketdi. Yani İsa Aleyhisselam'ın murtları. Hristiyanleşip ketdi. İsa Aleyhisselam Müslüman emas, Müslüman. Değil mi? Onun murtları, onunki terbiyeleyen etraftaki ümmeti Hristiyanleşip ketdi. O qandaq olub ketdi dese, onun müşaddeyimiz, olmuşu Hristiyanleş degen nime dese, şu peygamberin ilahlaştırılış. Yahudileş degen nime dese, peygamberlerinki ekergen risalesini onu özgertti, yakımıza, olanı öldürüş, yakımız o risalesini öldürüş için. Onunki küçüğünü, Kur'an'ın küçüğünü yok kılıp etiş. Başka binasını güçlendiriş. Yahudileşiş dinin ruhunu öldürüp cesedige şekli için esirleştir. Hristiyanleşiş dinin cesedini, şeklini öldürüp ruhuga için esirleştir. Yahudileşiş dinni mihri muhabbetsizleştiriş, Hristiyanleşiş dinni şeriatsizleştiriş. Yahudileşiş Resul elçilerini harlaştır, Hristiyanleşiş Resul elçilerini haddinden ziyade uluglaştır. İnsanlık halatını çıkarıp taşlaştır. Yahudileşiş dünyaga birilip gitiştir. Dünya biliştir. Hristiyanleşiş ruhbanlaştır. Ahiretini de bu dünyanın unutup kılıştır. Fatiha bu iki xil azgınlığa karşı müminini agahlandırmakta. Onların yoluga kiriş için çokum Yahudi ve Hristiyan buluş şart emas. Kur'an'a asasen Yahudiler ve Hristiyanlar başta Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ga iman etken mümin ve Müslüman ümmeti. Müslümanlar idi. Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın mümin ve Müslüman ümmeti qandaq qılıp Yahudileşip ketken ve Hristiyanlaşkan bolsa, Hazreti Muhammed'in ümmetimi ola mangan yoldan menip Yahudileşiş ve Hristiyanleşiş mümkün. Bu imtihandan, bu ihtimalden yirak emas. Şuna Fatiha her namazdan, her rekitide müminni bu iki hayfkarda agahlandırıp durdu. Xalqalla üç Muhammed, iki tasavvur, bir hakikat degan dersni anlap baxsana buludu. Onun Uygurca tercümesi var. Xansuçlama qilib qo'ydik. Onu ko'rib baxsanglar, yerda yaxshi tushunasizlar. Fatiha'nın hükmü, ondan başka Yahudileş mayilligi, Yahudileşiş mayilligi degan kitapni Batur qarindishimiz, Ender Qarqallı qarindishimiz hozir başladı. İnşallah o kitapma bir aylık qolmay vujudga chiqishi mumkin. Fatiha'nın hükmü, Resulullah Fatiha'sız namaz emas. Buxari ezan 95, Müslim salat 34, 394. İskop içinde degan. Resulullah'ın bu sözüne, yani Resulullah Fatiha'sız namaz emas deb degan. Resulullah'ın bu sözüne bazı imamlar namazda Fatiha o'qishni farz deb tushungan. İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbal bu qarashni qo'llagan imamlar qatoridan o'rin oladi. Yana bazı imamlar Muzammil suresi 20. ayette o'rin olgan Kur'an'dan asan bo'lganini o'qinglar degan cümlege asasen namazda qiraat şartının Kur'an'dan bo'lish shartiga asasen başka ayetlerin o'qishimi bo'ladi degan. Bu qarashchilarning en oldida İmam Ebu Hanife kelmekte. İmam Ebu Hanife'nin bu qarashi Resulullah'ның bir sahabege namaz o'qishni o'rgatganda Kur'an'dan sana asan bo'lganini o'qi, yani Buxari salat, Muslim salat degan iskopkishida aşağıdan optiken degan sözünü asas qilgan. Demek bu rivayetlerini, hadislerini aptı bu ustaz o'zining kitobida. Hadis inkarsiz emas o'qishmamdi. Cemaat bilen o'qilgan namazlarda Fatiha'nın hükmü hakkında imamlar iki farklı delilge asasen farklı qarashlarni o'ttirib qo'ygan. İmam Ebu Hanife imamның qiraati imamga iqtido qilguvchining qiraatidir.
İbn Hanbal hadisi bilen mutlak şekilde amel kılgan ve imamның arkasında namaz okugan kişinin Fatiha okuşunun zörür emes hakkında hüküm çıkargan. Kişinin Fatiha okuşunun zörür emes hakkında İmam Ebu Hanife'nin bu karışıda imamның kıraatini teşhida ve işide okugan vaktideki fark ayrılmagan. İmam Fatiha'ni cari okugan Bamdad, Şam ve Hutta namazlarında Kur'an okuganda cim turup ona kulak seninla degan ayet mi? Bu qarashkilar ayrım halda ko'rsatgan bir dalil bo'lgan. Lekin ayetning oldi orqasidagi munosabat nazarga ilinganda bu ayetni bu qarashga dalil qilib ko'rsatishga ancha muvofiq emas. İmam Şafii cemaat bilen ada kılgan namazlarda imam cari yoki ishida o'qiganligini farqni ayırmasdan cemaatning ayrım halda Fatiha o'qishi shart deb qaragan. Chunki o Fatihasiz namaz emas degan hadisga amal qilgan. Boshqa dalillar bilan amal qilmagan. Bu vaqtda dalillarning hammasini nazarga olgan holda o'ttirib qo'yilgan yana bir qarash bor. Bu qarash bu meselede tutup mağışkı boğan en muvafiq qarashdır. Bunun asaslanganda imam cari okugan namazlarda imamı iktida kılgan cemaat Kur'an'da okulganda cim turup anlap onun kulak selip anlanla diyen ayetke ve imam üzüge iktida kılınıqçıdır tekbir alganda selamu tekbir elinla okuşku başlaganda cim turup anlanla diyen Muslim hadisiga asasen cim turup anlaydı ve Fatiha'ni ayrım okumaydı. Bırak imam Fatiha'ni işçide okuyduğun pişin ve esir namazları da cemaat Fatiha'ni işçide okuydu. Ve Fatiha'sız namaz emas degan hadisga amal qilgan buludu. Bu qarash tahqiq ahli ulamalar tarafidan qabul qilingan. Biz buni eng muvofiq bo'lgan qarash deb qaraymiz. Yani tahqiq ekoli deymiz. Biz şu ekoldan yani şunun qarta şu yolunu tutsak buludu degan gap. Fatiha'nın tekrarlanışının hikmeti bu mübarek sürünün namazının her rekatida tekrarlanışının cheksiz hikmeti var. Bizning aqlimizga kelgan, biz bilib yetarligan hikmetler tüvendikiçe. Yani namazda her rekat namazda Fatiha'ni tekrarlab o'qishning hikmetini tushundirganmiz, o'rganganmiz. Birinchi Fatiha'daki hakikatler şundaq ulaq hakikatler bo'lib, ularni unutish u yoqda to'sin, unutib qilish ehtimolimi kishini har doim hushyor turishga elib bordi. Bu sababdan Fatiha'daki hakikatlarni izchil takrorlab turish va mazkur abadiy hakikatlarni unutmaslikqa niyat qilganligi namoyon qilish lozim. İkinci, insan unutug'dir. İnsan kelimesinin söz tumuru bilen unutuş ma'nisini bildirgan nisyan kelimesinin söz tumuru o'xshashdir. Hatta İbn Abbas insan kelimesini bu söz yıldızıga nispet qiladi. Unutug'aq insonga eskertiladi. Allah mı Fatiha orqali insonga Rabbi bilen qandoq munosabat qurish kerakligini eskertmekte. Üçüncü, Fatiha'nın namazın her rekati tekrarlanışı salat tekrarından ziyade başka bir hakikatini ima kılıdı. Yani Fatiha'nın çeklik lafzının arkasında bütmez tügümez bir mana okyanusunun varlığını bildirdi. Bu sebepten Fatiha'nın her okuluşu bir tekrarlanış emas, o mana okyanusunun bir kısmının yana akıl yürgüzdüğün kalpke nazil buluşudur. Dördüncü, Fatiha ismi faildir. Açquchi deganlikdir. Fatiha bir açquchi bo'lish sifati bilan aql yurgizdigan qalbni Allohga ochadi. Qalb tuprog'iga ilohiy rahmat bulutlarini jalb qiladi. O bulutlardan to'kilgan rahmat bilan qalb tuprog'ining yashnishi va jannat kabi bir bahorga erishishidan xabar beradi. O tuproqqa tirilgan iymon, ihson, taqvo bashaqlarini to'shqizadi. 5. Fatiha müminning hayoti bo'yicha tilidan chiqqan so'zlarning ishida
takrorlanishi eng yuqori bo'lgan so'z bo'lishi kerak. Fatiha ilohiy kalamning eng beshida o'rin olgandek, mü'minning so'z lug'atidami Fatiha eng boshda o'rin elishi lozim. Hayotning barliq so'zlari turga ayrilib, takrorlanish statistikasi bilan bir yerga qo'yilganda, Fatiha eng ko'p takrorlangan muborak so'zlar orasidan o'rin elishi kerak. Sura Fatiha. Fatiha Qur'onning Fatihidir. Fatiha Qur'onni insonga, insonni Qur'onga ochadi. Sura Fatiha Qur'onni insonga, insonni Qur'onga ochadi. Qur'on shu inson uchun, insonning baxti uchun, insonninki saodat rizqi holatida tushgan. Shunga ham Fatiha abdan tushunsak, uni biz ocha oladi ekanmiz. O qalbimiz unuqa echilaydi ekan. Agar bir kunda 30 chiqatim Sura Fatihani o'qib turibmi, Sura Fatihaning mazmuni to'g'riliq ma'lum bilim ega bo'lmagan bo'lsak, halimiz voy. Qur'on bizga echilmaydi, biz Qur'onga echilmaymiz degan gap. Alloh saqlasin. Fatiha namozning Fatihidir. Fatiha namozni Qur'onga, Qur'onni namozga ochadi. Fatiha insoniyat bilan tangtish bo'lgan barliq vahiylarning, barliq samoviy shariatlarning o'zidir. Mujassamlangan javhiridir. Shunga farqli dinlarga mansub insonlar mavjud bo'lgan bir do'stixonda hamma kishi ham fikr bo'lgan o'rtaq bir tekst o'ttirib qo'yayli deganda, Fatiha'dan yaxshi bir tekstni o'ttirib qo'yg'ilib bo'lmaydi. Bu sababdan Fatiha insoniyatning o'zgarmas kodlarini o'z ichiga olgan ilohiy bir xitobdir. Darsning mazmuni tugadi qarindoshlar. Endi Alaq surasiga o'tamiz. Uni ayat qilamiz inshaalloh yoki o'g'illikka. Miyada bir narsa esim kelyapti. Men yapon tili o'rganib yurgan mezgil 1996-yillari oldi keyni bir yaponlik do'stim bor edi, Matsukura Masasu deb. Yaponiya 2 qadim bordim, lekin u odamni topolmadim. Kurashkim bor edi. Menga nurg'un yordamlarni qilgan, kitoblarni evatgan, hatto ba'zi yordamlarni qilgan iqtisodiy jihatdan-chu. Lekin o'zi to'y qilmagan odam ekan. Ammo din to'g'riliq ba'zi paranglashib qolsak, ashunda biz yaponlar shunda bir dinni o'ylayapmiz. Hozir dinlar orasida urush, u degan 20 bir qilgan. Urushlar chiqyapti. U degan Xalman Xantungtunninki Clash of Civilization, ya'ni madaniyatlar to'qinishi degan bir kitob bor. Uni Abdurim Davlat tarjima qilgan. Shu ideyalar dunyoga chiqayotgan bir mezgillardi. Hozir ham madaniyatlar endi qilib qolsin, musulmonlar so'qishyapti bir-biri bilan. Shu odam aytadi degandim, o'sha dinlar hammasi birlashtirib bir din bo'lsa, ashunda bir-biri bilan qirishadigan ish bo'lmasa, dunyo texim bir tinchlikqa yuzlansa deb bir narsa degandi. Demak, niyat debdi-ku meni. Debdi-ku, shunga deydi, barliq samoviy shariatlarning o'zidir, javhiridir. Shunga farqli dinlarga mansub insonlar mavjud bo'lgan bir do'stixonda hamma kishi ham fikr bo'lgan o'rtaq bir tekst o'ttirib qo'yayli deganda, Fatiha'dan yaxshi bir tekstni o'ttirib qo'yg'ili bo'lmaydi debdi. Assalomu alaykum Abdulg'ani Sabit qarindoshim, Ahmad Yildiz qarindoshim. Takako Yanai-san, ohayo gozaimasu. Kochi wa ima wa 10時になります。私はさっき言ったのは、私は日本語を勉強したうちに、20年前に、松倉正嗣先生という人が、ウルムシによく来て、その時は、彼と、宗教の話を、会話をするときに、それうちに、こう言いました。今は日本人はこう思っています。
世界の宗教、キリスト教とか仏教とかイスラム教とか、ユダヤ教とか、全部は一緒になって、一つの宗教になって、あとは、平和に生活するように、暮らすするように、生活するようになったら、とても良くなります。今は私たちはこれをそう考えていますと言いました。それはさっきこのシュールファーティアのID という、これは私は今を友達と一緒にライブ授業で一緒に勉強しているこの本はKur'an Söylerinin Kimliği Uygurca'da Turk語でKur'an Söylerinin Kimliği Kur'an の書Kur'an の書のKur'an の書のID という本ですよ。その本の授業を一緒にしています。そのうちには私はさっきこのスールファーティハのファーティハは鍵ですよ。コーランの鍵です。それからこの鍵で人類の心を開きます。あとはコーランを人類にコーランに開くことができます。開けることができます。それからこれによって話したものです。その松倉正先生のその話を。2度日本に行ったけども、日本で松倉正先生と会うことができなかった。20年後でも。でもいつでもその先生は私の優しいことをやった本を送った先生だからいつでも思っています。とても優しい日本人です。どうもありがとうございました。Kaderli kardeşler, daha sonra bugünkü dersimiz müşahede tügüdü. Bu Takako Yanai degan kardeşimiz, yeniden Müslüman bolgan Yaponiyadagi kardeşimiz, biz Facebook'ta tanıştık. Şunun bazı narsalarni Ankara degan ilqimatiga aloqador gapni tushuntirib qo'yish uchun men yaponcha deb qo'ydim. Yaponcha gaplarimda ba'zi xatoliklar bo'lishi mumkin, kechirsizlar. Biz bilganlarimizni o'gitimiz, o'qituvchisi, bilmaganlarimizni o'quvchisi bo'lib mangsak, inshaalloh texmo yaxshi kunlar, kelajaklar bizni kutadi. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Ana keyin qoldingizmi nima? Dersimiz tugudi. İnşallah yana bir darsda birga bo'lguncha Allohga omonat bo'linglar. Agar tuyaptiki kitob farq berib qolsanglar, bu kitobni son sığınak aile degan Navzat Tarxonning bu kitobini elishni unutib qolmanglar. Nasl yayınlarida bor. Buni ayolimga sovg'a sifatida olgan. Ayolim siz oldi bilan o'qing, undan keyin men o'qay dedi. To'g'ri degan gibi inshaalloh buni o'qishga tirishimiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.